Bo'ldi, endi chiqinglar, bemorga tinchlik kerak. Shahlo, bu sanmi? Oybek aka? Shifokor bo'ldingmi? Ha, o'zingiz nima ish qilyapsiz? Apsh! Siz men bilan yuring, sizdan test olamiz. Yo'q, men kasal emasman, shunchaki aks urdim xolos. Yo'q, buni tekshirib ko'rishimiz shart. Faqat o'zingiz emas, boshqalarni ham o'ylang. To'g'ri aytyapti. Ha, bo'pti. Tekshirsak tekshirimizda bitta aks urganga shunchami? Xo'sh, endi kasallik varaqasini to'ldirishimiz kerak. Biron nimadan shikoyatingiz bormi? Yo'q, men sog'lomman. Ikkinchi savol. Kechalari uyqu yaxshimi? Uyqusizlikdan sal qiynalaman. Doim kech uxlayman. Yaxshi. Qizlar bilan yurasizmi? Anketada bunaqa savol bo'lmasa kerak menimcha. Telefon sog'liq uchun zarar. Shuning uchun hamma savolga javob berish shart. Ha, yaxshi. Telegramda o'tiraman yarim kechagacha. Yaxshi. Qizlar bilan yurasizmi? Buni kasalligiga nima aloqasi bor? Hamma savol muhim. Bu aniq anketada yo'q. Bor. Yo'q. Men bor dedim. Qanday savolimga javob beringchi? Qizlar bilan yurasizmi? Ha, bo'ldimi? Qizlar bilan yurish oqibati shunaqa bo'ladi. Vaqtinchalik hushsiz holatda. Zilol, shuni sen bugun sobiq yigitimni ko'rib qoldim. Zo'r yarashib oldingmi? Yo'q, nimaga yarashaman? Agar o'zi kelib birinchi kechirim so'rasa, keyin yarashishim mumkin. Ha, aytgancha, kecha nima ishga kelmading? Voy, kecha erimdan rosa kalta yeganman. Voy, nimaga? 4 yoshli qizcham shkafdagi kiyimlarni titishni rosa yaxshi ko'radi. Hadeb titaverishdan bezor bo'lib, qizimni qo'rqitdim. Agar yana bir marta shkafni ochsang, ichidan yomon amaki chiqib seni o'g'irlab ketadi degandim. Kun bo'yi shkafga yaqinlashmadi qizim. Kechki payt erim ishdan kelganda qizim, "Oyana, shkafni ichidagi yomon amaki chiqib ketdimi?" deb qolsa bo'ladimi? Erimga to tushuntirgunimcha po'stagimni qoqdi. Voy. Zilol, men tomim ketib qolyapti shekilli. Nimaga, tinchlikmi? Kecha uyimizda chiroq o'chib qoluvdi degan. Telefonimni fanarni yoqib olib, telefonimni qidirib yuribman. Yo'q, qayerda ekan topdingmi ishqilib? Kimsan? Hazillashdim. Sani bu ishing holva. Men kecha adashib kir kiyimlarimni muzlatgichga solibman. Ba'zida o'zimni ahmoq o'xshataman. Hech qisi yo'q. Men har doim shunaqa qilaman. Sen ham kiyimlaringni muzlatgichga solasanmi? Yo'q, sen ahmoq o'xshataman. Ataylab asabimga tegyapsan-a? Men ham hazillashdim. Ha, aytgancha, karnavalga qanaqa kiyinib bormoqchisan? Bilmadim. Opog'oy obrazda borsammikin deb o'ylab turibman. Maska oldingmi? Yo'q, hali olmadim. Sen qaysi obrazda bormoqchisan? Sohib Jamol obrazida. Maska oldingmi?